Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi video suhbatimizda bog'larning zararkunandalari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlarga sharq mevaxo'ri, sharq qurti, sharq mevaxo'ri deb nomlanadigan zararkunanda haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Sharq meva qurti, ya'ni mevaxo'ri, bu hasharot ilmiy nomi Grapholita melesta bo'lib, bu kapalak turkumi Lepidoptera ga mansub meva zararkunandasi hisoblanadi va ko'plab mevali daraxtlarda katta zarar yetkazadi. Katta kapalagining qanot cho'zilishi 1016 mm atrofida bo'lib, kulrang qoramtir rangda lichinkalari, ya'ni meva qurti odatda och pushti sariq rangda bo'ladi. Urug'dan yetilgan lichinkalar mevali daraxtlar, ayniqsa olcha, shaftoli, nok, behi, olma, gilos, qovun kabi o'simliklarga peshqadam zarar yetkazadi. Lichinkalari dastlab shoxlar ichiga kirib, keyinchalik mevalarga kirib ovqatlanadi. Bu mevalarning deformatsiyasiga va hosilning pasayishiga olib keladi. Ob-havo sharoiti yaxshi bo'lgan yillari hatto 36 marta avlod bergani aniqlangan. Tuxumni daraxt barglari va shoxlarga qo'yadi. Lichinkalari daraxt ichiga kirib, shox va mevalarni teshadi. Lichinkalari pilla hosil qilib, daraxt meva qoldiqlarida tuproqda qishlaydi va bahor yoki yoz boshida kapalak shakliga o'tadi va tuxum qo'yadi. Bularga qarshi kurashishni birinchi feromon tuzoqlar yordamida populyatsiyasini aniqlashdan boshlash kerak. Kimyoviy preparatlar bilan ishlash esa quyidagicha tavsiyalarda beriladi. Preparatlardan Karate, Engio, Actara, Proliam, Ampiligo, Match degan preparatlar kapalaklari ommaviy parvoz qilgan paytida va tuxum qo'yish davrlarini aniqlab, qo'llanmalar asosida har 14-15 kundan oralatib preparatlarni ham aralashtirilgan, ya'ni almashtirilgan holda ishlatiladi. Aziz bog'bonlar va tomorqa egalari, yuqoridagi tavsiyalarimizga asoslangan holda barcha zararli hasharotlarga qarshi kurash tizimini yo'lga qo'ysangiz, hosilingizga hosil qo'shiladi. Bog' eking, yaxshidan bog' qolur.